Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun biz uchun haqiqatan ham quvonchli kun, sababi dadalari olamdan o'tgan yosh yigitchalar, qizchalar xursand bo'ladigan kun. Ularni baribir qalbini biz bir kamtigini to'ldira olmaymiz, qaysidir ma'noda ozgina bo'lsa ham qalbiga xursandchilik ulasha olayotganligimizdan juda ham xursandmiz. Buni eng katta aybdorlar deymizmi, eng katta sababkorlar deymizmi? Biz ko'rib ko'rmagan Rasululloh alayhissalomni hadisiga muvofiq jannatda qo'shni bo'laman degan kafillarimiz bor. Ilohim kafillarimiz umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari baland bo'lsin. Ularni menimcha taxminan 99% da tadbirkorlarda. Ilohim tadbirkorlik ishlaringga Alloh baraka bersin. Bolalaring ham saxovatli boylardan bo'lsinki, ota-onasiga, dunyosiga ham, oxiratiga ham bir go'zal surprizlar qiladigan yigit-qizlar bo'lsin. Kim bir yetim bolani xursand qiladigan bo'lsa, kim bir yetim bolani quvontiradigan bo'lsa, Xudoy taolo u insonni dunyoda ham, oxiratda ham quvontirishligi aniq. Azizlarim, har seshanba bu joyga hashara keladigan do'stlarimiz bor, aka-ukalarimiz bor. Bizdan ancha olisdagi yigitlar ham bor, kelishadi. Xudo rozi bo'lsin. Bularda ham o'sha hali aytgandek, qalbida o'ylagan, Xudodan so'raydigan katta so'rovlari bor. Alloh hamma so'rovlarga Xudo yetkazsin. Har seshanba soat 10:00 da shu joyda hashar boshlanadi. Sizlar ham kelinglar, birga boquvchi qolgan bolajonlarni quvontiramiz. Hammalaring salomat bo'linglar. والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله